Assalomu alaykum O'zbekiston xalqim, vahadoshlarim. Men Qumqo'rg'on tumanida yashovchi Niyozov Obulqosim Alisherovich. 2009-yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Masalan, shu tadbirkorlikni noldan pog'ona bilan kelayotgan tadbirkorman. Oxirgi 5 yilda biz tadbirkorligimiz haqiqatan ham prezidentimizning chiqargan odilona qarorlari, yengilliklari, tadbirkorning rivojlanish uchun, xalqqa yordami, ish o'rni yaratish uchun qilinayotgan sa'y-harakatlardan biz ruhlanib, mana oxirgi 5 yilda juda oldinlab ko'p ishlar qildik. Yangi texnologiyalar olib keldik, yangi fabrikalar, mana yuzlab ishni qildik. Bugungi kunda kelib men shuncha mehnatimda, shuncha nimamda oyoq osti qilayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi o'zini tuman fidoyisi, O'zbekiston fidoyisi deb o'zini tanishtirayotgan Tilla Normurodov bo'yicha men murojaat qilib chiqayapman. Hurmatli prezidentim, men sizning olib borilayotgan barcha ishlaringizdan ruhlanib, mana shu ishlarni qilyapmiz. Bor budimiz bilan kecha kunduz issiqda issiq demayapmiz, sovuqda sovuq demayapmiz, harakat qilyapmiz. Lekin oxirgi masalan bir 3 yildagi bu odamning mening tashkilotim bo'yicha qilayotgan chiqishlari, ahmoqona fikrlari, hali u deydi, hali bu deydi, brendda qilayotgan vajlari asossiz. Qurgan izdaniyalar, qurgan obyektlarimni hali bu deydi, uni kelib tekshiradi, yo'q, uni ham tekshiruvchi organlar qonuniy, hammasini qonuniy deb baholab ketadi. Lekin bu odam to'xtash degan narsa yo'q. Hali bu deydi, hali u deydi. Lekin yo'q. Hurmatli prezidentim, so'z erkinligi mayli, lekin so'z erkinligini ham bor narsani asoslab beradigan odamga buni huquqni berish kerak-da. Bu ko'chada yurgan bir umri mobaynida jamiyat uchun foydasi tegmagan odam bu nima? Bizning tumanimizni egasi bo'lib qoldimi? Tumanga kelgan birorta rahbar shuning evazida ishlay olmasa ko'ngillanib, hali unga yuklama qiladi, bu rahbarga yuklama qiladi, hamma bezillatib yubordi bu. Men oddiy bir tadbirkorman. Qo'l ostimda yuzlab odam ishlaydi. Hozir yuzlab odamni ishli qilib, unga oylik berib, oyma-oy oylik berishning o'zi bo'lmaydi. Har bir qilayotgan tadbirkorligimizning uni yurishning o'zi bo'lmayapti. Hozir masalan ko'ryapsiz, kundan kunga hamma narsa yangi tizimga kirib boryapmiz. Tizimda u shaffoflik bilan ko'rinib turgan holatda ish bo'lyapti. Masalan, soliq tushumlari, umumiy yer, mulk, bular hammasi shaffof ko'rinib turgan narsa-ku. Buni hozirgi bu odamni qilayotgan vajlarini ko'rsangiz, odam prosta uyaladi buni. Bu odamni bir chegaralash kerak, buni bir tartibga olish kerak. Hurmatli prezidentim, agar tadbirkor kelajagimiz deb aytyapsiz, agar bu tadbirkorlarni mana shunga o'xshaydigan o'zini soxta bloger hisoblab olgan Tilla Normurodovga o'xshaydigan ahmoq odamlarni davlatimizda saqlaydigan bo'lsangiz, bular bilan biz bir ob-havoda, bir tumanda yashaydigan bo'lsak, biz monimaymiz. Biz asosda mol mulklarimizni sotib boshqa davlatga chiqishga harakat qilamiz. Chunki bu odamni qilayotgan vajlari bir kurakka turmaydigan gaplar bilan odamni nafsoniyatiga tegib. Mana bu odamdan men bir marta emas, bir necha marta
ichki ishlarga vazirligiga xavfsizlikka xat chiqardim. Umuman atvet yo'q. Buni tartibga olish kerak. Biz ishlaymizmi? Buning nimasi uchun nima qilamizmi? Bu odamning chiqishlariga biz atvet beramizmi? Hozirgi kunlarda mana chiqishlarda avval qurgan zdaniyalarimizni kadastri yo'q dedi. Uni ham isbotlab berilmadi. Qilayotgan ishlarimiz noqonuniy dedi. Uni ham isbotlab berdi. Endi hozir men go'yoki g'irt soliq yashiruvchi bir o'g'ri muttaham bo'lib qolibman. Men shuncha ish qilib, xalqim uchun shuncha ish o'rin yaratib, shuncha odamni ishli qilib, bugungi kunda men soliqni yashiruvchi, soliq daromadlarini yashirib kelayotgan muttahamga chiqarib qo'ydi. Buni bir qonun doirasida tekshiradigan bir onalar bormi, organlar bor. Mening qilayotgan, mening mulkimni sanashga bunga kim vakolat berdi? Mening ichki nimamni ko'chaga chiqarishga bunga kim vakolat berdi? Bu o'zi umri mobaynida biranta yerda bir foydali ish qilib, biranta jamiyatga nafti tegib, ya biron yerga bitta ko'cha tekkan odam emas. Bu umri bo'yi masalan 20 marta sudlanib, 3 marta qamalgan odam, bugun biz shuning og'ziga qarab turishimiz kerakmi? Shuning buning kallasi bilan ish qilishimiz kerakmi? Bu nima degani bu? Men ichimdan achish ketyapman. Men buning chiqishi, buning nimasi men uchun kapeka. Men buni odam ham hisoblayman. Lekin menga o'xshaydigan tadbirkorlar ertaga o'zini orqaga tortyapti. Masalan, hozir tadbirkorlar o'zini shunday orqaga tortyapti, pulini olib bankka qo'yib chekkalab turibdi. Mana tumanimiz Qumqo'rg'on tumani bo'lsa, umuman dotatsiyadan chiqa olmaydi. Chunki dotatsiyadan chiqish uchun tadbirkor ish o'rin yaratish kerak, bironta ishlab chiqarish qilish kerak. Ishlab chiqarishdan kelayotgan soliqlar bilan tuman ko'tariladi. Bu nima ahvol? Masalan, Qumqo'rg'on tumanida kelgan tuman hokimi bo'laman, tuman ichki ishlari bo'laman, tuman prokurori bo'laman, ko'ngillanib ishlay olayotgan yo'q. Chunki ishlashning iloji yo'q. Bularga har biroviga bu bosim o'tkazib, nimalar bilan o'zini kerak emas vajlar chiqarib, biranta mana Qumqo'rg'onga kelgan hokim 1 yil ya 2 yildan ortiq ishlay olmaydi. Bu nima degani bu? Shunday ko'zga ko'ringan nima ishbilarmon hokimlarni ustidan loy chaplab, buni bir tartibga olish kerak endi. Bu kim o'zi bu? Bu Tilla Normurodning chiqishlarini ommaviy axborotga tarqatayotgan olim To'xtanazarovga aytiladigan gapim. O'rtoq olim aka, bu siz materialni olishdan oldin siz o'rganmaysizmi? Siz shu tadbirkorning ustidan chiqarayotgan bo'xtonlarini birinchi o'rganib, keyin ommaviy axborotga chiqarmaysizmi? O'zingizni prezident blogeriman deb, bu nima ahmoqchilik? Siz ko'chadagi bir tayini yo'q, miyasi suyulib ketgan bir cholding laqillashini siz chiqaraverasizmi? Sizda bir nima bormi yo'qmi? Siz qilayotgan har bir chiqishda analiz qilish degan narsa bormi? Ertaga javob beraman degan fikr bormi yo'qmi sizda? Salgina miyangizni salgina ishlatishingiz kerak. Sizning ustingizdan ham ish qo'zg'atishini mana shu olim To'xtanazarov deganni ham ustidan ish qo'zg'atishini so'rayman. Olim To'xtanazarov, men sizni mehmonxonamda 1 soat siz bilan gurin qildim. Men qilayotgan ishlarimda, mening yurishimda, mening kimligimda sizga men tanitganman. Siz ko'rgansiz. Nima uchun yana mening ustimdan mana shunday ig'volarni, ishani mana shu ishni qildingiz? Siz uyolmaysizmi shunday ishni qilishga? Siz mening tuzimda, nonimda yeb, siz yana bunday ishni qilib o'tiribsiz. Siz qilayotgan har bir chiqishingiz, chiqarayotgan materialingizda
analiz qiling avval. Siz haqiqatan ham shu Niyozov Obulqosim solig'idan yashirilgan daromadi bormi? Yoki mulk solig'i to'layapmi? To'lamayaptimi? Uni izlamaysizmi? Siz kimsiz o'zi nima bunda ish qilyapsiz? Siz birovni nomini yomon otliqqa chiqarishdan oldin o'zingizga bitta boqing. Siz kimligingizni xalq ko'rib o'tiribdi. Lekin mana bunday ahmoqona gaplarni chiqarishdan oldin bir analiz qilish kerak. Endi bu mayli 78 yoshga kirgan chol ekan. Bu aqli suyulgan bitta birov yozib bergan narsani atrofiga o'ziga o'xshaydigan bezdenlik etemgan odamlarni yig'ib olgan bu odam shuni evazida mana shu kim yozib bersa shuni laqillab chiqaveradi bu odam. Bundan o'zi mazga, miya degan narsaning o'zi yo'q odamning. Bu odam umri mobaynida tuman uchun hali biranta ish qilgan yo'q. Qachon qarasa qilayotgan odamlarga chil berish, ulardan pul talab qilish, ta'magarlik qilish, bo'xton orttirish, necha marta qamalgan bo'lsa, mana shu ta'magarligining oqibatida qamalib kelyapti. Qayerda ishlagan bo'lsa 1 yildan ortiq ishlamagan. O'zining yana keksa pedagog, seni kim ustoz deydi? Seni kim hoji deydi? Ko'chada sigaret chekasan, stolovlarda ichib yurasan 78 yoshda hojimish. Uyalmaysanmi senga o'xshagan hojidan? Hoji odam 5 vaqt namozini o'qib, Alloh tavbasini qilib 70 yil qilgan gunohingni kechirishni so'ra undan. Bolang qatori tadbirkor bilan 3 yildan beri kurashasan. Senda uyating bormi yo'qmi? O'ylamaysanmi shuncha men shunga tosh atdim, shunga nima qildim, bitta gapimni isbotlab bera olmadim deb. Qanday nima qilasan sen? Sal yana bir nima qilish kerak-da buni, chegarasi bo'lish kerak-da, uyat bo'lish kerak. Mening kimligimda, mening nimamda agar hurmatli Shavkat Miromonovich mana administratordan ishongan odamlaringizdan yuvaring, ko'rsin. O'zingiz mehnat sharafi ordeni berdingiz 23-yil. Do'stlik ordenlarini oldik. Saxovat ordenlarini berdingiz. Nimaning evaziga? Shu mehnatimizning evaziga. Mana ishongan bir administratordan odam yuvaring, mening ishimni o'rgansin. Men shuncha joyda obod qildim. Shuncha mana cho'llarda qancha joylarni obod qilib, suvlar chiqarib, tovuqxonalar, fermalar qildik. Davlat reyestrida yo'q. Umuman ishlamaydigan joylarga to'proq solib, joylarda tavug'im uchun bug'doy egadigan maydonlar tashkillashtirdim. Kim qiladi shu ishni? Qancha milliardlab pul to'kib mana shunday ishlarni qildim. Mana kelib so'rang, tuman rahbaridan so'rang, tumandagi nimalardan so'rang, deputatlardan so'rang, tuman faollaridan so'rang, kelib so'rasin meni kimligimni. Ota-bobom halol non yeb kelgan, bundan keyin ham biz shu tartibda shu dinastiyani davom etkizyapmiz. Bunday bo'lmaydi-da. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men sizdan iltimos qilib so'rayman. Agar shu tadbirkorim o'ssin, o'lmaysin desangiz, bu odamga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Qonuniy biranta bir qilayotgan vajlari, biranta qilayotgan bo'xtonlarini isbotini qilib bersin. Halol bo'lsin, meni shu jinoiy javobgarlikka tortib yuboring. Tumanimizdagi barcha ichki ishlarga necha marta arza qildim. Buni tartibga olinglar. Mana yolg'on anolar berilyapti. Mana shu haqorat so'zlar qilyapti. Bugun qarasang manqurt deydi, bugun qarasang yevrey deydi, bugun qarasang soxta tadbirkor deydi. Soxta tadbirkor bo'lsam, yuzlab odamni ishli o'rin yaratib, yuzlab odamga oylik berib, uning orqasida qancha bola chaqasi bor. Buni masalan 2009-yildan beri korxonani shu tartibda ushlab turishning o'zi bo'lmaydi. Hozir bugun korxona ochilib, yilning oxiriga borib yopilib ketayotgan millionlab korxona bor. Buni soliq qo'mitasi ham, tuman rahbariyati ham yaxshi biladi. Lekin biz tumanimiz uchun
umumiy ovqatlanish, maishiy xizmat, mehmonxona xizmatlarini klinikalarda tashkillashtirdik. Klinikamizni kelib o'rgansin. Qancha texnologiyalar biz ota-bobomiz mana yoqqa tillab tashlab ketgani yo'q. Mana Shavkat Miromonovning mana subsidiyali kreditlar berishning, shuncha tadbirkorni qo'llab-quvvatlashning evaziga shuncha apparatlar olib keldik. U kim uchun? Xalqimiz uchun, ertangi kelajagimiz uchun qilyapmiz. Biz agar kelajagimizni o'ylamaganimizda edi, bugun pul topardik, ertaga boshqa tomonga haydab ketgan bo'lardik. Lekin biz shu oldinda ertangi kelajagimiz uchun shu narsalarni qilyapmiz. Bu salgina tartibga olaylik-da buni. Shavkat Miromonovich, men tadbirkor sifatida sizdan so'rab qolaman, iltimos qilaman. Hurmatli Respublika prokurori, Respublika Ichki ishlar vazirligi, Respublika xavfsizlik dan so'rab qolaman, iltimos qilaman. Tadbirkor sifatida kelajagimiz uchun sizdan iltimos qilaman. Bu unday odamlarni tartibga olishingizni, bu odamlarni qonuniy ko'rishingizni so'rayman. Bu nima degani? Buni salgina tartibga olaylik. Biz chil berishdi, bizga to'g'anoq bo'lishdi. To'xtatsin bu odamlar. Hozir avvallari davlat korxonalaridan mishayd qiladigan bo'lsa, hozir bunday odamlar ko'payib ketdi. Hozir nimadan tekshirish, boshqalar chegaralansa, endi bu tomondan bu narsalar chiqib kelyapti. Lekin bu narsalar bilan bizni birov to'xtata olmaydi. Lekin nomimizga qora loy shaplashni to'xtatish kerak. Bu nima degani? Ha, mehnat qilaylik, kechani kecha, kunduzni kunduz demay chopayapmiz. Yana kamiga kerak emas gaplarni eshitishimiz bizga og'irlik qilyapti. Iltimos qilaman, qonuniy bir ko'rib chiqishlaringizni, qonuniy bu odamga tartibga olishlaringizni so'rab qolaman. Iltimos.